Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima gruppisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Beshinchi qism. Keyingi bir necha soatgacha hamma ishlar normal davom qildi. Melissa dam ilish uyda uxlab qolgan edi. Men Garsiyaning jadvaldagi qadimki tasviriy yeziqqa o'xshaydigan agri-bugri xatlarni tarjima qilib baqdim. Oxiri bir necha qurnul o'qib tushunaladim. Uning ismi Elina bo'lib, Garsiya uning familiyasi. Bu uning ikkinchi qitimliq tug'uti edi. U tug'utdan burunqi kutinishga erishmagan. Ham sug'urtisi yo'q edi. Men uning yeyotgan dorilarning ismini bir kichik varaqchaga xotirlab oldim. Keyincha ularning nima dori ekanligini aqtirib baqmoqchi bo'ldim. Aram elish uydan bir dars kitobni tepib oldim. Uningdan baldir tug'ilib qelish to'g'risida ozroq o'qidim. Kitobda deyilishicha, baldir tug'ilib qolgan bovoqlar sog'-salomat tug'ilgan taqdirdami, menga qon tushish, menga paralish bo'lib qolish nisbati intayin yuqori bo'ladi ekan. Undaq degan bilan-g'o, mening akam Sumanmo 30 yil ilgari 8 hafta baldir tug'ilib qolganiga qaramay, taxminan 30 haftada tug'ilgan degan gap. Hozir u nervi kasalliklar bo'limi doktori bo'lib ishlayotdi. Men sestraning yeniga bordim. Uningdan ekrandagi agri-bugri xatlarni o'qishni, o'gitib qo'yishni o'tindim. Bu xatlar garchi doktorning inshosidagla aniqsiz bo'lsa-mu, ammo bemor ahvolining muqim yoki jiddiy ekanligini oldin aytib beralaydi. U beshini langishdi-da, menga to'lg'oq va homila yurikining to'lg'oqqa bo'lgan inkosini tushuntirishga boshladi. Pavel, bu yoqqa qarang. Teximiz sinchilab qarasangiz, siz uning yurikining... U og'zini ochgan payti donq etib turib qoldi. Uning qattiq tashvishlanganligi chiroyiga chiqib ketgan edi. U bir ig'izmi gap qilmasdan o'rnidan turibla Elinaning yeniga yugurib kirib ketdi. Ondan tezli etilib chiqib, telefonni qo'liga oldi-da, Melissaga telefon qildi. Melissa mo hayal o'tmayli yetib keldi. U olachakman bo'lib ketgan ko'zlari bilan tekshirish natijasiga lappida birini qarab o'tibla, balnesga ushqandek kirib ketdi. Men uning orqasidan agashdim. U kiribla yon telefonini ochib, dejurniy doktorga telefon qilib, men aran chalib pul tushunaladigan qisqartma atalg'ular bilan bir nimalarni deb ketdi. Pamimcha, bu qo'shmoqlarning ahvoli yaxshi emas edi. Faqat darhol qaysariya, tug'ut operatsiyasi qilish orqali ularning hayotini saqlab qolish imkoniyati bor edi. Menmo to'pga yepishib operatsiya uyiga kirdim. Ayt-o'ytdigicha Elina operatsiya ustiga yotqizilib, uning vino tomiriga o'kulla esildi. Bir sestra jiddiylik bilan Elinaning yo'g'ongan qo'rsqini dezinfeksiya qildi. Mas'ul doktor va praktikant doktorga qaytilib, menmo qo'l va bilaklarimni spirt bilan tozaldim. Ondan bir chetda turib, ularning chaqqong'ini harakatlarini taqlid qildim. Narkoz doktori bemorning nafas yo'lig'ini naychi sag'ucha, bosh doktor, ya'ni dejurniy doktor taqatlanishga boshladi. Tez bo'linglar. Vaqtimiz ko'p emas. Tezroq bo'lmasak bo'lmaydi, dedi u. Mas'ul doktor tug'utliq ayolning qo'rsqini yarg'inida, men uning yinida turdim. U operatsiya pichig'i bilan bemorning kindik osti va to'mpiyib chiqqan balyotqosining usti tarafidan bir uzun agri siziqcha holatda yeri qochdi. Men kallamdan darsli kitobdagi munosabatlik anatomiyalik rasmlarni qezib chiqarishga butun kuchim bilan tirishqash, uning har bir harakatiga zan qo'yib turdim. Operatsiya pichig'i tegmayla, qo'rsoq terisi sertmidakla ichilib ketdi. Ondan u pishqan qo'llari bilan operatsiya pichig'ini qo'rsoq muskulining ustini o'rab turgan bir qavat oq rangli seriq at qismiga opirib, shartida kesdi-da, qo'li bilan seriq atni muskulning ustidan ajirtib oldi. Bu vaqtda qo'g'onga o'xshab ketadigan balyotqo o'zini oshkorladi. U chaqqonlik bilan balyotqonini kesivdi. Bir kichkina chiroy ko'z oldimizda namoyon bo'ldi-da, g'ipidi qilib qonga melinib g'oyib bo'ldi. Shu asnoda doktor qo'lni silibla avval bir boqni, ondan yana birini chaqqonlik bilan tortib chiqarib oldi. Ular ko'kirib ketgan bo'lib, qimirlabmi qo'ymaydi.
Ko'zlari yumuq holatda bo'lib, vaqtsiz o'zidan tushib ketgan qush bolalarga o'xshab qolgan. Suzuk terilarining ostidan so'ngaklari monument deb ko'rinib, kishiga bovoqning o'zi emas, balki baayni balalar sızgan bovoqning sızma rasmlaridek tuyg'u beradi. Ular shu qadar kichik ediki, xuddi doktorning olqinchilikli cho'nglikda bor edi. Shunga ularni quchoqqa ilishmi afsiz edi. Bovoqlar darhalla Narsida jiddiy parvishchilarining qo'liga o'tdi va udul Narsida ICU'siga, ya'ni Narsida eg'ir kasallar kutinish uyiga olib ketildi. Eng jiddiy xatarlik payt o'tib ketgachga, operatsiya surati sal ostilab, jiddiychilik pasaydi. Hamma ishlar sal ritmga tushdi. Etilib chiqayotgan qonni to'klik pichoqqa dag'monlab to'xtatishga boshlagan ashu daqiqalarda operatsiya uyini bir xil go'sh qoqlagandiki pura qoplagan edi. Balyat qo'mi tikilib bo'ldi. Uning ustidagi qatorsiz ratib tikilgan yiplar xuddi uni mahkam tishlab turgan bir qadar tishlag'iga o'xshaydi. "Professor, qursoq pardasini tikandiq", dedi Melissa. "Men yaqinda ko'rgan materialda tikish talab qilinmagan ekan", deb davomlashtirdi u. "Tangri imlab yaratgan narsani hech kim ajrataman deb yurmisan." Bosh doktor shundoq dedi-da, yana davomlashtirdi. "Biz ajratayotgan taqdirdami, bu faqat vaqtlik ish. Men narsalarni qo'limga qandoq olgan bo'lsam, shu paytda qoldirishni yoqtiraman. Biz yanani tikib qo'yaylik." Qo'rsoq pardasi deganimiz, qo'rsoq ichki qismini o'rab turguchi bir xil parda. Afsus, boshlanishida qandoqsiga ko'rolmaganimni o'zimmi bilmayman. Mana endi faqatli ko'rinmay qoldim. Menga yari eg'iz ajoyib bir qalaymaqan to'qilmadek ko'rinadi. Ammo tashqi kasallik doktoriga nisbatan uning aniq tartibi bor bo'lib, xuddi haykallarning marmar tashlariga o'xshash ratlik edi. Melissa qo'rsoq parda peyni akilib berishni buyurdi va mo'chinni yari eg'iziga opirib, qo'rsoq muskuli bilan balyatqo orasidagi bir qavat suzuk to'qilmani tortib chiqdi. To'satdan qo'rsoq pardasi va ustidagi kesilgan qismi aniq ko'rindi. Melissa uni tikib bo'lib, muskul va seriq at qismiga kelganda, cho'ng yengni va bir necha yumaloq o'ralma yip bilan tikishga boshladi. Mas'ul doktor chiqib ketdi. Eng oxirida teri qavati tikildi. Yana bir necha yipli qismi qolganda, Melissa mendan sinab baqqan boyuqligini so'radi. Men yengni oldimda teri qismiga sanjiganda, qo'lim shundoq titrab ketdi. Yengni tortib chiqarganda, yengni egilib ketgan bo'lib, men tikkan tikishlar orasidan ozroq moy marab qoldi. Melissa o'qsinig'icha mundoq dedi. "Bundoq qilsangiz tek chiqmaydi, Pavel. Siz oldi bilan haqiqiy etidirma qaytini chin tutishingiz kerak. Qarang, mao oxirgi siziqchalarni ko'rdingizmi?" Men ko'rgan edim. Aniqki, faqat kollamni emas, balki ko'zlarimni ham chiniqtirishim kerak edi. "Qayta?" deb to'g'ildi Melissa. U qo'lidagi qaychi bilan men tikkan tikishlarni shartida kesivatdi-da, yari eg'izni o'ngshab qaytadan tikdi. Ondan ustini teng'iq tokisidan tengib qo'ygandan keyin bemor narkozdan asliga keltirish uyiga ep chiqib ketildi. Xuddi Melissa menga boy so'zlab berganidek, 24 hafta yetilish homilning hayot mamatning chegarasi hisoblanadi. Bu qo'shmoqlar bo'lsa faqat 23 hafta 6 kun berdoshiq bergan. A'zolar asosan yetilib bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hayotlikni davomlashtirishga ahvoli yor bermaydigandek qiladi. Ular asli yana 4 oy onasining qo'sig'ida qo'g'dilishi. Ana balani tutashtirib turguchi kindik beg'i orqali oksigenlangan qon va oziqlik bilan ta'minlanishi kerak edi. Ammo shu topda bu vaqtlar o'pkisi orqali oksigenni sumirish kerak edi. Afsuski, ularning o'pkisi texpishib yetilmagan bo'lg'achqa, o'pkisi pülinib, gaz almashtirish berishqa, ya'ni nafaslanishga texi ojizlik qiladi. Men Narsida ig'ir kasalliklar kutinish uyiga, ya'ni ICU'ga bu vaqtlarni ko'rgili bordim. U yerda qo'shkizaklarning har biri ayrim holda suzuk sulyav inkubator, temperatura turaqlashtirish sanduqiga sepib qo'yilgan bo'lib, g'ijinglab turgan g'oyat zo'r asbobning shuncha ko'p elektr sim va naychilari orasida aran ilg'ig'il bo'g'ida kichik ko'rinadi. Inkubatorning yon tarafida kichkin bir yo'chiq bo'lib, bolalarni ko'rishga kelgan ota-onalar shu yo'chiqdan qo'llarini oralli kirgizib, Narsidisning birli putini yoki qo'lini silash orqali bu vaqtlarga ular eng ehtiyojli bo'lgan insoniy tegishish sezimini ato qiladi. Quyosh
asta-asta ko'tarildi. Menmi ishdan tushdim. Men uyga qaytib, orom ilish uchun yotdim. Ammo qo'shmoqlarni balyotqudan ilayotgan shu ko'rinish ko'z oldimga kelib olib, uyqumni qochirdi. Xuddi shu pishib yetilmagan o'pkilardek, meningmi texi bir hayotni saqlab qolishdek cho'ng mas'uliyatni zimmamga ilishga tayyorligim bitmaganini his qilmoqda edim. Shu kuni kechda xizmatga qaytib kelganimda meni amdila ona bo'lish oldidagi bir ayolga qarashga o'rlashtirdi. Hech kim bu qitimliq tug'utda bir kelishmaslikning kelishini xayoligim keltirmaydi. Ishlar o'ylaganimizdekla joyida ketib boradi. Hatto bugun dal uning mo'ljallangan bo'shinish kuni edi. Sestra bilan birga men bu onaning tug'ut jarayonini kuzatib o'tdim. Uning badandagi to'lg'aq ritmli holda bara-bara kuchayib o'tadi. Sestra balyotqo bo'ynining 3 santimetrdan 5 santimetrga, ondan 10 santimetrga kengayganligini doklad qildi. "Bo'ldi, endi kuchisi bo'ladi", dedi sestra. Orqadan menga qarab, "Xotirjam bo'ling, Pavel, bola tug'ilay deganda sizni chaqiramiz", dedi. Men Melissani dam ilish uyda uchratdim. Birozdan keyin tug'ut uyga doktorlarning hammasi kirib keldi. Onaning bo'shindigan vaqti yiqilishib qolgan edi. Eshik tuvida Melissa menga bir operatsiya kiyimi, operatsiya paliye va uzun bir jup oyoq qoplag'ishni sundi. "Sal turib hammaga mehnat bo'lib ketadi", dedi u. Biz tug'ut uyga kirgan vaqtda Melissa meni toki bemor tarafga, ya'ni bemorning yonpish tarafdagi mas'ul doktorning oldiga ittirganga qadar hang vaqtlik bilan bir chetda hangviqib turib qolibdiman. "Kucham, yana bir qitim bayqidaklar, yaxshi, chekirmay kucham, chekirmay turib kucham, g'ayrat qilam, yana ozroq kucham", sestra qiz uni rag'batlantirdi. Varqirab chirqirashlar davomlashaverdi. Ayol o'tmay qon va boshqa suyuqliklar itilib chiqishga boshladi. "Oh, yapir. Nafs ishlangan tibbiy diagrammalar ichinishlik tabiiy tanlanish qil emas, hayotlikning to'rilishiga-mi, qat'iy vakillik qilmaydi ekan emasmi? Bu ko'rinish hargizmi angidis tarqatgan suratlarga o'xshashmaydi. Bara-bara shuni aniq his qilishga boshladim-ki, amaliy qo'l tiqib ish qiladigan doktor bo'lib tarbiyalanish, darsxonada kitobdan bilim oladigan meditsina o'quvchisining tarbiyasidan tubdan farqlandi ekan. Kitob o'qish va tanlash savollariga javob berish bilan kechgisiga ig'ir mas'uliyat ortiqlik holda amaliy qo'l silib ishlashning hech qanday o'xshashligi bordek emas. Bu vaqtning beshini tatqanda kallani sagak tutib, mo'risini tang ravishda chiqarib olish kerakligini bilganlik shuni qila oladiganlikdan derak bermaydi. Tatqanda bak kuchivassam, nimish bo'lib ketadi? Neriplarning saqaytqusiz zahmasi degan sada kallamda yangradi. Tug'utliq ayol har bir kuchiganda bolaning beshi oz-ozdan sirtqa chiqdi-yu, kuchashdan to'xtash orliqida kayniga qaytib, oldiga 3 qadam, kayniga 2 qadamlik surat bilan olg'a ilgirlaydi. Men saqlavatdim. Menga odam organizmining eng asosiy vazifasi bo'lgan ko'payishni kontrol qiladi. Bu bo'lsa xatarlik bir ish edi. Dal mush menga to'lg'aq va tug'ut bo'limlarini borliqqa keltirgan. Ya'ni shu menga yurak ritmi o'lchigish, dumbidan yengni sanjib narkozlash, tug'ut operatsiyasi deganliklarning vujudga kelishi va bir zaruriyatga aylanishning bevosita sababchisi edi. Men yana nima qilarimni bilmay turardim. Mas'ul verash menga bu vaqtning beshini tutishimni etdi. Orqadilla ayolning yana bir kuchishi bilan men sipoyilik bilan bu vaqtning amdili ko'ringan mo'risdan tutib, asta-asta tatib chiqardim. U cho'ng ham budruq qiz bo'lib, butun badani o'l edi. Hech bo'lmaganda tunigan oqshomga qushqachilik bu vaqtning ushashisi chiqatdi. Melissa kindigini qisdi. Men kesdim. Bu vaqtning ko'zlari echildi-da, ingrab yig'lashga boshladi. Men uni yana bir daqiqa uzunroq ko'tarib oldim. Uning qo'limga bergan vaznidan uning haqiqiy mavjudligini his qilgandek bo'ldim. Orqadilla uni sestra qizga topshirdim. Sestra uni onasining yoniga bordi. Men kutubxonaga kirib, bu xabarni ayolning uyidagilarga yetkazdim. Faqat yo'ldoshilar tug'ut uyda ayoliga amra bo'lishga yo'l qo'yiladi. Bu yerga yig'ilgan 10 necha kishi xushallikqa cho'mib, hayajon ilgida bir-biri bilan qo'l tutishmoqda, quchoqlashmoqda edi.
Men bo'lsam go'yoki akti bilan tog'dan tushib, bu katta xush xabarni yetkazgan ulug' beshoratchidek his qilmoqda edim. Tug'ut jarayonidagi barcha parakandachiliklar bulutdek tarab ketgan edi. Men bayatın texi mush yerda ko'targan bo'q, Mao erning jiyani, o qizning singlisi emasmi? Tug'utxonaga kiribla, xushalliqimda Melissaning oldiga yugurdim. Hey, Melissa, tunugungi qo'shgizaklar qandaqroq, bilamsiz, ha? Gap qiling, ha? Sordum men. Uning chiroyi o'ngibli ketdi. Bilsam, birinchi buvoq tunugunjon uzibdi. İkinci buvoq 24 soatgacha aman qolgan bo'lsa-mu, ammo boyi biz heliqi qiz buvoqni qutuldirayotganda, u mu tugab ketibdi. Shu asnoda butun asyodimni Samuel Becketning bu qo'shgizaklar orqali yuqori pallaga yetgan metaforik chirmi oldi. Törelgenning aman bir kuni o'lmiki bordir. O'xshash kunda, o'xshash soatda tug'ildik biz qabr ustiga. Nur chaqnagan ashu paytda agisharkan kechiga kecha. Men bo'lsam Go'rkorning yinida qo'limga qisqishni ep turatdim. Bu jallozodi nimadan derak berdi? Bearam bo'layotamsiz. Davom qildi u. O'ylab baqdingizmi, Pavel? Nurg'un onalar homilning o'lib ketganligini bilib tursa-mu, yangimak amal yo'q. Bu ikkisida hech bo'lmaganda umid bor edi. Ushquni bor, yong'ini yo'q. 543 nomerlik kasalxonada ona ho'ngrab yig'lamoqda. Çanaqlari qizargan ota bo'lsa, unsiz yosh to'kmoqda edi. Ular shodlikning qarshisida turmoqda. O'lim, kelmiki mana mushundoq ushtum tutli bo'ladi. U shu qadar chidag'usiz va adolatsizdir. Bu qandoqmi aqlga sig'sin? Buningga ne çare, ne təsəllilərimiz var.